Video davomida sizlarga tungi fonga oid bo'lgan barcha foydali ma'lumotlarni berib o'tamiz. Video oxirida esa tungi fonning narxlarini aytib o'tamiz. Shuning uchun ham video roligimizni oxirigacha kuzatib borishni davom ettiring, aziz do'stlar. Assalomu alaykum. Sizlar Erkin tungi fon kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Yana bir fayzli xonadonimizda bugun biz tungi fon ishlarimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Qorabog'ich fuqarolar yig'ini Beshko'rg'on mahallasi joylashgan. Aziz do'stlar, biz bugun xonadonimizning ko'cha shapka qismlarini, ichkari shapka qismlarimizni, robotxonasini hamda ayvon qismlarini tungi fonlar bilan bezab berdik. Tungi fondan tashqari tarnovlar ustunkalar qilib berganmiz bu xonadonimizga, aziz do'stlar. Ko'rib turganlaridek bu xonadonimizning ichkari shapkalarini, tungi fonlarimizni juda ham chiroyli, juda ham skromli fasonli tungi fonlar qilib berganmiz. Ko'rib turganlaridek bu xonadonimizga oq rangli tungamizdan va lentalariga esa nerjivika rangli tungamizdan foydalanganmiz. Hamda tepa qismlariga bestik tarnovlarimizdan ustunkalar qilib berilgan. Mana ko'rib tursa, pastlarini ham ashka qismlarini, ya'ni tungi fonlar bilan bir xil liniyada o'tkazib yuborilgan, aziz do'stlar. Bu devorimizni ko'rib turganlaridek suvoq bo'lmagan, quruq devor turibdi. Bu devorimiz suvoq bo'lishi mumkin, shuning uchun ham tarnov tungi fonimizning tag qismini ko'rib turganlaridek 4-5 sm zazor ochib ketganmiz. Ya'ni suvoq bilan boshqa narsa bilan tungi fonni yopib, ya'ni ustiga chiqib ketmasligi uchun bir xil liniyada chiroyli, eng kichkina joy qolgan joyidan bir xil liniyada ip tortib, shunday zazorlar ochib ketganmiz, aziz do'stlar. Shuvoqdan oldin ham tungi fon qilsa bo'laveradi, aziz do'stlar. Inshaalloh unaqa ziyoni yo'q. Robotxonamizga ham juda ham go'zal, skromli, eng asosiysi modasi o'lmaydigan fasondagi tungi fonlarimizdan qilib berganmiz. Ko'rib turganlaridek juda ham go'zal yonbosh qismlarini dasturxonlik fasonlardan foydalanganmiz. Hamda o'rtalariga pianinolik qilib, mokriydan shunday qilib tungi fonlar bilan bezab o'tib ketganmiz, aziz do'stlar. Shaxmatlarimizning razmerlari har doimgidek 36 santimetrlik, lentalar esa 1.6 lik lentalarimiz hamda tilla rangli yulduzchali do'plardan foydalanganmiz. Juda ham go'zal bo'lib turibdi, aziz do'stlar. Hamda karnizlarimiz, shestikranli karnizlarimiz hamda har o'rtalariga mana bunday qilib tilla lentalarimizni o'rnatib berilgan. Modasi juda ham o'lmaydi, skromli fasondagi tungi fon ishlarimizdan qilib berganmiz. Bu tomonda ayvon qismimizga ham xuddi shunday qilib bir xil fasonda tungi fonlarimizni qilib o'tib ketganmiz. Bu xonadonimizning ko'cha shapka qismi bo'ladi. Juda ham go'zal. Ichkari shapkamizdan bir xil fasondagi tungi fonlarimizdan qilib berganmiz, aziz do'stlar. Ko'cha shapkamizga ham besti tarnovlarimizni o'rnatib berganmiz. Ko'cha tomonimizda ko'rib turganlaridek loy suvoq bo'lgan past qismlarini zazorlar tashlab ketganmiz. Tosh suvoq qilamiz, oddiy sement suvoq qilamiz. Shuning hisobiga olib zazorlar tashlab ketganmiz, ko'rib turganlaridek. Hamda robotimiz tepa tomonlarini ham tungi fonlar bilan ashkalar qilib o'rab berilgan, aziz do'stlar. Ana endi bu xonadonimizga necha pul ketdi, shu haqida batafsil ma'lumotlarimizni berib o'tamiz. Bu xonadonimizga tungi fonning kvadratiga hisoblaganimizda 168 kvadrat atrofida tungi fon ketdi. Tungi fondan tashqari ko'cha shapka qismlarimiz, ichkari shapka qismlarimizga bestik tarnovlarimizdan ustunkalar qilib berganmiz. Ko'rib turibsiz, hech qanday stiklari yo'q, bestik tarnovlarimiz bo'ladi, aziz do'stlar. Hamda robotxonamiz ayvon qismimizga 2 kamplik oynali rommemizni ustunkalar qilib berganmiz, aziz do'stlar. Shunda bu xonadonimizga 26 million so'm atrofida pul ketdi. Dollarga hisoblaganimizda esa $2000 atrofida pul ketmoqda, aziz do'stlar. Tungi fonimizning 1 kvadrat metrini barcha razmetlar ichida hozirgi kunda shu fasonlarimizni 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz, aziz do'stlar. Tarnovimizning ham barcha razmetlar ichida 1 metrini 70 ming so'mdan o'rnatib bermoqdamiz. Sizlarga ham shunday sifatli kачествоli hamyonbop narxdagi tungi xizmatlar kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tirgan nomerlarimizga aloqaga chiqib buyurtma bersanglar ham bo'ladi. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarning ham bo'lishi mumkin, aziz do'stlar. Sizlar Erkin tungi fon kanalini kuzatib bordinglar. Video roligimizni oxirigacha kuzatib kelganinglar uchun albatta kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammalar ishlayversin.